Dam olish zo'r o'tyapti. Gidroplast kompaniyasiga rahmat. Gidroplast zo'r. Mana biz Gidroplast kompaniyasi tomonidan sayohatga chiqqandik. Sayohat zo'r o'tdi. Ayniqsa hamkorlarimiz bilan birga Zavxor og'ani boshchiligiga zo'r ma'lumotlar yig'amiz. Hammasi zo'r. Gidroplast kompaniyasiga kattakon rahmat. Shu turni tashkillashtirib bergani uchun biz xursandmiz. Gidroplastni sifatli mahsulotlardan foydalanib turibmiz. Inshaalloh shu sifatni davom ettirib turishsa, biz xursand bo'lamiz. Sifatiga gap yo'q. Gidroplast zo'r. Assalomu alaykum ahli O'zbekiston. Mani tanlaganlar bormi? Gap yo'q. Gidroplast nomer 1. Biz mana hamkasblar bilan dengizni bo'yida chiqqan biza ajoyib maroqli dam olyapmiz. Hammaga yaxshi kayfiyat. Mana biz Turkiya Antalya shahrini Alanya degan kurortning zonasidamiz. Mana hozir Zavxor og'a bilan Gidroplast jamoasi, mana bolalar ham pastda, hammamiz maroqli dam olyapmiz. Lekin Gidroplast jamoasiga alohida rahmatimizni aytamiz. Shu yerga javob kelishdi, mana maza qilyapmiz. Gidroplast zo'r. Zavxor og'aga ham alohida rahmatimizni aytamiz. Yo'lga sayohatida maroqli o'tdi, istiqbolli bo'ldi. Ustolarga yana ham motivatsiya bo'ldi. Ustolarga e'tiborlarimiz xursandmiz. İşte bundan ham endi chiroyli qilib, xudo xolasa Gidro kompaniyasi bilan hamkorlikda uzoq muddat ishlashga qaror qildim. Bu galgi safarimiz ham juda maroqli va ustolarimiz bilan yana ham sermazmun o'tdi deb o'ylayman. Ustolarimiz juda xursand. Yanagi yil, yanagi shu kunlarda ham ustalarimiz bilan, yangi ustalarimiz bilan birgalikda shunaqa safarlarni birgalikda chiqishlik hammamizga nasib qilsin. Gidroplast kompaniyasi nafaqat sifatli mahsulot ishlab chiqarsa, balkim Sandenic ustalarining maroqli dam olishini ham ta'minlab kelmoqda. Bu yilgi 2026-yildagi yozgi safarimiz Turkiya davlatining Antalya shahrida bo'lib o'tmoqda. O'zbekistonning barcha viloyatlaridan kelgan Sandenic hamkasblarimiz bir-birlari bilan o'zaro yana yaqindan tanishib, fikr almashib va go'zal manzaralarni ko'rib, maza qilib dam olishdi. Mahsulotning doimiy sifat nazorati va insonlarga hurmat bor joyda doim rivojlanish bo'ladi. Gidroplast to'g'ri tanlov.